Alaykum azizlar, 18-may sanasi bo'yicha xudo xolisa obzor qilamiz. Kecha 12,5 ming so'mdan aytgan silin papillarimiz har xil svetlari bor edi. Yana 10 ming so'mga skidkaga tashladik mana. 10 ming so'mdan skidka bahosi bo'ldi. Kecha videoda 12,5 ming so'mdan aytgandek bo'ladi. Mana bugun sirazi skidka bahosi bo'ldi. Azizlar kelaverasizlar, xudo xolasa. Silin paplillarimiz, yana har xil rasvetkalari bor. Kelaverasizlar. 10 ming so'mdan bo'ldi. 10 ming so'm tanlab olavering. 10 ming so'mdan. Yana yangiliklarimiz, xudo xolasa, zo'rlari kelgan azizlar, mana sizlarga bomba skidkada anorlar keldi. Anor bomboqlarimiz yana biri 60, mana 40 ming so'mga tushirib qo'yganmiz anorlarni bilasizlar. 40 ming so'mdan original variantlari. Mana 40 ming so'm. Ranglari, rasvetkalari har xili bor. Mana atirgullilari, anorlilari. Mana rasvetkalari ko'p. Mashina ham bitta ochingni. Bitta ko'rsating shuni. Dim chiroyli turadi bu ham. Sotuqda kiyasiz, nechadan ekan bularni? 40 ming so'm bo'ldi onajonim. 45 sotilgan anor bomboqlarimiz 40 ming so'mdan skidka bahosi. Oling atirgulliga, oling anorliga mana. Tanlab olasizlar, kelaverasizlar. 9 etaj arzon tovarlar mestamizda. Do'yim paplilar 2 metr 25 ming so'mdan. Bomboqlarimiz 40 ming so'm bo'ldi anor bomboqlar. Ko'pralarimiz 15 ming so'mdan skidkada. Kelib tanlab olib ketaverasizlar. Bizam tushadi ondan. Yo'q.